Yangi showroomga xush kelibsiz. O'zbekistonda yagona, O'rta Osiyoda yagona desak ham bo'ladigan Andijondagi Gold Clinker korxonasidamiz va bu yerda sizlarga 100 xildan ortiq yangi dizaynlarni, yangi shakllarni va bularni ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, yangi showroomda sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Agar siz mana shunday biznesga qiziqadigan bo'lsangiz, bularda mana eng yangilari va eng zo'rlarini, hozirgi kunda trendlarini o'zlari ishlab chiqarishadi va o'rgatib qo'yishadi. Sizga fasad uchun mana shunday kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Biz hozir sizlarga yangi showroomda va uy-joylarni qanday bo'lib turganini va jarayonlarni o'zlaring ko'rib turib bitta baho berasizlar. Showroomga ham albatta kommentariyada izohlarni kutaman. Bitta like bosib qo'ying va videoda ushbu videoni mana shunday biznes qilmoqchi bo'lgan do'stingizga bitta jo'natib qo'ysangiz manfaatli bo'ladi. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through the droughts. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your. Mana bu yog'ochmi yoki toshmi? Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, barcha mahsulotlar tosh mahsulotlaridan qiladi. Chunki bu fasad uchun ko'p yillar xizmat qilish uchun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ilyosbek, o'zingiz haqingizda biroz gapirib bering. Xo'p, men Qodirov Ilyosbek, Gold Clinker korxonasining menejeri, ish boshqaruvchisiman. Inshaalloh shu fasadni plitalar va uni qoliplari обучение biznes haqida bugun Sardor bek akam bilan sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Juda ham zo'r. Bularni bemalol mana shu fasadni plitkalar bo'yicha nomer 1 deb bemalol ayta olaman. Chunki bular har galgi videolarimizda yangiliklarni va yangi showroomlarni mana shunda tayyorlab qo'yishadi. Mana bu narsaga nima deysizlar? Hozir videoning davomida uyga ham borib qilingan jarayonni bitta ko'rib baho berasizlar, ungacha shoshmay turasizlar. Mana bu yerda hozir ko'p yangiliklarimiz bor. Bular haqida sizlarga to'liq ma'lumot bermoqchimiz. Demak, videoni boshlayapmiz. Like bosib qo'ying, bosmagan bo'lsangiz. Ilyosbek, bu yog'iga necha xil va qanaqa narxlari, ular haqida batafsil o'zingiz aytib bersangiz. Bu fasadni plitalarimiz hammasi fibra sement, ya'ni sement o'zi emas, betonni o'zi emas, fibra sement. Fasadni plitalarimizni, ya'ni sifatini ham oshirdik va turlarini va yangilik ranglarini chiqardik. Chunki bu fasad qoplamamiz boshqa fasadlardan ancha oldinda ketyapti bozori bo'yicha. Chunki bu devor tanlamaydi. Notekis devorlarda ham reykada yoki profilda karkasda nolga olib chiqib turib yopishtirib qo'yiladi. Sho'rda boshqaga to'kilmaydi. Buni afzalligi sho'r bo'lgan joylarga juda ham samarali yechim hisoblanadi. Chunki sho'r bilasizlar, nima qilishingizdan qat'iy nazar o'tadi. Shuning uchun bu narsani fasadga juda ham o'rni katta va ikkinchi o'rinda orqasidagi raykasi chiriydi deyishyapti-da. Sol uchun orqadagi rayka akalar havo aylanib turish hisobiga u yerda hech qanaqangi chirish bo'lmas ekan. Chunki mana bu yerdagi joyingizni ochganingizda u 5 yilmi turib 6 yil turgandan keyin ochgan edik. Ochganimizda hali ham taxtalar, raykalari xuddi o'shanda turgan ekan. Xo'p, shuning uchun men ko'zim bilan ko'rib sizlarga bemalol ishonch bilan aytishim mumkin. Orqadagi raykalar hech qachon chirib ketmas ekan. Xo'p, demak bu yerda yangiliklarimiz bor. Hozir ular bilan bo'lishamiz sizlarga. Demak, bular asosan devor tepa fasadni qismiga. Fasad va sokol qismiga ham bor fasadni plitalarimiz. Xo'p, fasadni plitalarimizni afzalligini aytib o'tamiz. Ya'ni siz aytganingizdek, birinchidan sho'rga chidamlik, ikkinchidan devor tanlamaydi va uchinchidan fasl tanlamaydi. Qishan yog'in suvoy montajligi uchun qishan yozin qilsa bo'ladi. Va odamlarga arzon tushishi. Traventin suva bilan pashti bir xil tushadi, lekin buni effekti ancha qimmat, yilida uzoqligi va bagati mahsulotligi bilan ajralib turadi. O'sha uyingizda anchagina ko'rkamligini ko'rsatib beruvchi ushbu fasadni plitkalarimizni. Xo'p, demak, Gold Clinker korxonasi mana ishlab chiqarishyapti. Bular yangilikdan to'xtashgani yo'q. Bular hozir shunday imkoniyatlari borki, siz kelib o'rganib, bemalol qoliplarni xarid qilib, hozirgi kundagi eng trendlarini olib va shu tariqa shu biznesni bemalol boshlashsa bo'ladi. Xulosa bo'lsa, menga juda ham yoqdi ushbu showroom.
to'g'risi O'zbekistonda yagona desam bemalol ayta olaman. O'rta Osiyoda ham deya olaman. Chunki bunaqangi hali showroomda ko'rganimiz yo'q. Mana ko'rib o'zlaringiz bitta baho berasizlar. Xo'p, bu yerda qanday takliflarimiz bor o'rganmoqchi bo'lganlarga? Bizni kuzatib boruvchilar yoki bizni yangi kuzatuvchilarga aytib o'tamiz. Kuzatib boruvchilar biladi, biz bu fasadniy plitani o'zini ishlab chiqarishdan tashqari buni обученияsi bilan ham shug'ullanamiz. Ya'ni обучение biznes, ya'ni ishlab chiqarishni o'rgatish bilan. Ishlab chiqarishda mana qoliplari bo'ladi, qoliplar kerak bo'ladi aslida. Qoliplari juda ham katta miqdorda O'rta Osiyoda faqat bizda katta miqdorda chiqadi. Va birinchi bo'lib Gold Clinker'da 2013-yilda bu fasadniy plita va qoliplarni ishlab chiqarish qo'yildi. Men bilaman, Gold Clinker bu sohani Andijonda umumiy o'zi boshlagan. O'rta Osiyoda sizni dadalaringiz bo'lishadi, to'g'rimi? Shu ishni boshlashgan va shu orqali mana shu yerda mana O'zbekiston bo'yicha mana shu biznesda tarqatishga turgan va hozirgacha mana davom etib kelayotgan biznes hisoblanadi. Bu biznes hech qachon o'lib qolmaydi, chunki o'zbeklarimiz uy-joy qurishadi, boshqa qilishadi. Xo'p, qoliplarimiz qanday bo'ladi va qanday tartibda olinadi? Qarang aka, qoliplarimizni Sardorbek aka hozirgi kunda eng yaxshi ketayotgan ikki xil turi bor. $130 $200. $130 O'zbekiston sharoitida ishlayotgan Sirioda, ya'ni kauchukda bo'ladi, $200 Rossiyaning Siriosida bo'ladi. O'shuning uchun sifatida ham albatta farq qiladi. Mashinani basigami yo'q, kvadrat. Ha, kvadrat. Bir kvadrat 25 kilo plus minus atrofida Sirio bo'ladi. Ya'ni bundan mana 3D'larimizdan 11 donasi bir kvadrat, ularda 14 tasi bir kvadrat. Shunaqa fasadniy plitamizning hajmiga qarab, bu yerda mana mehmonlarimiz kelsa, yotoq, yemoq-ichmoq, bu yerda обучение 3 kundan 10 kungacha bir oy qolsa ham bu yerda biz bepul ta'minlab beramiz aka. Pastda kim qiziqqan bo'lsa nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaradi. Biz O'zbekiston xabaringiz bor, Qozog'istonga o'rgatamiz, Qirg'izistonga, Tojikiston, yangilik Turkmanistondan ham kelishyapti. Yopiq davlat viza olib kelib o'rganishyapti. Juda ko'piga o'rgatdik. Ya'ni yo'li bor. Keyin Rossiyadagi ruslarda o'zi ham yoki o'zi Rossiyada grajdanini bo'lgan o'zbek, tojik ishlamoqchi bo'lganlar. O'sha yerda ya'ni grajdanstvosini olgan akalarimizdan juda ko'p olib ketdi. Jo'natyapmiz. Qolipini demoqchim Rossiyaga ham butun Esenga bo'ylab tarqatish imkoniyatimiz bor. Butun dunyo bo'ylab. Kelishuv asosida. Dunyo bo'ylab kelishuv asosida. Juda ham zo'r. Demak, ko'radigan bo'lsangiz, muammosi yo'q. Buni endi imkon boricha kelib, bu yerda o'rganib bir kishi misol uchun tayyorlagan ukangizmi, o'zingiz chet elda bo'lsangiz, ukangizni mana shu biznes qil, mana shu biznes ushla desangiz, boya aytib o'tganimdek, o'zbeklar uy qurishdan to'xtamaydi. Siz ham yangilikni chiqarishdan bular bilan mana bitta jamoa bo'lib olib turib, aloqada bo'lib, yangi qolipimiz chiqdi deysiz, siz ozgina olib turib, u yog'ini bosilaveradigan, o'lmaydigan klassiklari bor. Ana shulardan ham qo'shib olsangiz, bu degani g'ish fason, men o'ylaymanki, shu Sovet davrida ham, Amir Temur paytida ham saroylar g'ish fason. Mana Samarqandlarda, to'g'rimi? Xuddi shunaqangi g'ish fason menimcha u klassik hisoblanadi, o'lmaydi. Lekin mana ularimiz bor, mana trenddagilarimiz, bular ham juda odamga yoqimli va chiroyli chiqibdi. Shaxsan menga hozir mana shunaqa fasonni ko'ramiz, hozirga borib. Buni tarixi bor. Hozir bu fasadniy plitamiz mramorniy deyiladi, ya'ni nemetskiy mramor deyiladi. Bu narsani ilhomlashimiz, bilsangiz, kafillar sotiladi, g'ish fasonida, klinkerni kafil deyiladi. Germaniyadan keladi, juda ham qimmat uni puli. Biz o'shani ustida ishladik, o'shinga rangini o'xshatamiz dedik. Chiroyli chiqdi, o'xshadi va bu hozir bozorga yorib kirdi. Hozir bizda oktyabrda boshiga zakasini olyapmiz. Oktyabrda boshiga. Birodan oshiq 2 oyga yaqin zakasimiz bor. Voy, mashalloh. Endi bizga ishlab chiqarishda o'rgatishdan nima interes desa aka, vohaga yoki Qozoq, Qirg'iz, Tojikistonga plitamizni jo'natib bera olmayapmiz. O'zimizdan ulgurmayapmiz aka, haqiqatda o'zimizdan ulgurmayapmiz. Endi Qozog'istonga ochsa yoki Qirg'iziston yoki Tojikiston yoki Turkmanistonga ochsa, bizga yozganlar klientini berib turamiz yoki vohaga Navoiy, Qoraqalpog'istonga jo'natish qiyin. Yo'l kira qimmat. Bitta jamoa bo'lib olasizlar-da. Jamoa bo'lib, klient u yerdan tushsa, bizni bolalar, operator bolalar ularga berib o'tiraveradi, chachib. Klient o'zimizga bo'lsa, o'zimizga olamiz, ulgurmaganimizga yordam so'raymiz yoki o'sha o'zini viloyati, o'zini shahridan chiqqan klientlarni
berib turamiz. O'zlariga. Ya'ni kim ishlab chiqarishni ochsa, klient bilan ham ta'minlab turamiz. ham podдержка bo'ladi. Podдержка. Juda ham zo'r. Shuning uchun o'rtacha ushbu biznes necha pul bilan boshlasa bo'ladi? Eng minimal. Endi qarang aka, 20-30 kvadrat bilan o'rtacha boshlasa bo'ladi. Endi sharoit bo'lsa 50 kvadrat bilan boshlagan ish o'rtacha 4000, 5000, 6000 dollar bilan. Ya'ni odamlar aka hozir Matiz yoki Sparkni 5-6 mingga olyapti-da, arendaga beryapti $100, $200 dan. Endi bu biznesni boshlasa rivojlansa kuniga 200-300 dollardan topsa bo'ladi. Mana men o'zimni korxonam aka fasadniy plita 200 kvadrat chiqaryapman hozirgi kunda. O'zimni korxonam bir kunda $1000 ga yaqin foyda olib keladi. $1000 ga. Fasad soham. Juda ham zo'r. Siz ham xuddi shunday darajalarga erishishingiz mumkin. Buning uchun sababini qo'yib, bitta shunday sababdan keyin qadamni qo'yishingiz kerak bo'ladi xolos. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, oldingida mana 3D ni mana birinchilardan bo'lib bular chiqarishdi va 3D lardan ham mana hozir juda ko'p zakazlar bo'lyapti. Men juda ham ko'p yo'lda bo'ylarda ko'ryapman. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, Dubay fasonimiz va bu yerda mana ajoyib g'ishtlarni yangicha mana variantidan Yana yangiligimiz burchaklilar chiqdi aka. Burchak. Oldin tunika qilinardi. Burchak bo'ladi mana. Levi pravi bo'ladi, burchaklilar bor. Buni mana ishlab chiqarishni o'rganib ketgan aka-ukalarimiz biz mingdan ortiq shogird chiqarganmiz aka. Mingdan ortiq. 700 tagacha sanaganmiz, uni yo'g'ini sanamadik. Yo'q, sanamadik. 700 mingdan ortiq shogird chiqardik. Mana qo'shinglar, yangiliklar chiqdi. Ularga ham aytib o'tamiz. Endi har biriga telefon qilib chiqqani bizda kontaktlari to'plolmaymiz. Va yangiligimiz yana aka bizda ko'p savollar bo'ladi-da, mana o'zi ishlab chiqaradiganlar. Devor derazalarda atkosi nima bo'ladi? Tiyagalari. Unga ham yangiligimiz bor. Tiyagalar ham bormi? Mana fasadniy plitalarimizni mana tiyagalarga, burchaklarga ketaveradi bu. Bu ana unga o'xshab chiqibdi, nimada termotravertinga o'xshab chiqibdi, chiroyli bo'lib. Endi aka yangi 4D deganimiz chiqdi. Yo'q, bu yog'i endi haligi 3D, 4D ketaverar ekanda, xudo xolasa. Mana bu aka juda ham go'zal panel bo'lib, Qirg'izistonga mana qoliplarni berdik. Qizilqiyali akalarimiz rosa ham katta ob'yemlarni qilyapti. Juda ham go'zal aka. Mana o'zi ko'rib boruvchilar kamerada ko'rib o'zi boya bekorga managa turib olib, bunaqa qilmadim-da. Chunki bu yangiligini to'g'ri siz aytmagan tarzda men o'zi qandaydir qalban his qildim. Shuning uchun men o'zimga mana ko'radigan bo'lsangiz, juda chiroyli. Endi haligi kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydos, kimdir mana bu fasonni yoqtiradi. Kimdir mana bunday, kimdir skromni, o'ta skromni yoqtiradi. Kimdir oqda, kimdir qizilli. Xuddi shunda ranglarni bemalol xohlaganiga siz qo'yib chiqarib berishingiz mumkin. Keyin aka savol bizga juda ko'p qiziqib telefon qilishadi. Fasadniy plitani qolipini oldik. Endi biz masalan Navoiyga olib keldik yo Qirg'izistonga olib bordik. Buni xomashyosi qayerda bor? Xomashyosi har yerda bor. Oddiy mana aytib o'tamiz. Biz sir bekitimiz sement, bitipstok, ya'ni klenets, keyin burchatkaga ishlatiladigan pigment, Xitoydan keladigan pigment, jelezoksidli pigmentlar, u hamma bozorda bor. Hamma viloyatda, har bir bozorda bor. Xo'p, u tomonlama muammosi yo'q, men aniq bilaman, ayta olaman ham qo'rqmasdan. Mana bu narsani sinib ketadi deb qo'rqay turganlarga biror yechim bormi? Xo'p, aka qarang. Buni biz sinmashiga fasadniy plitamiz ichiga fibra qo'shamiz. Fibra ya'ni stiklovolokno. Loyga somon solsa qanaqa mustahkam, xuddi shuni singari bo'ladi, stiklovolokno bo'ladi va fasadniy plitalarimiz boshida to'g'ri 40 asli mana biladiganlar 28 kunda fasadniy beton o'zi quriydi. Haqiqiy betonga aylanadi. Ungacha mo'rt turaveradi. Fasadniy plitamizni biz sushilkadan chiqaramizda yuklaymiz. O'chirib ko'p. Endi devorni o'zida ancha yildan yil boshqa mahsulotlar yildan yilga sifatini tushirib borsa, bizning mahsulotimiz yildan yilga sifatini oshirib boradi. Beton chunki bunga yuvadi buni yoki yomg'ir tegadi, suv tegadi va oftob ya'ni quyosh tegadi. Bu narsani mahsulot sifati kuchayib boraveradi. Juda ham zo'r. Stiklovolokno qo'shib juda ham zo'r qilibsizlar, sababiki bir ayrim kishilar aytishdi, sinib boshqa bo'lishi mumkin deb turib, akalar bular birinchi o'rinda betondan bo'ladi, boya aytib o'tganimizdek, va stiklovolokno bu narsani yorilishini va boshqa holatlarini oldini oladi va eng qizig'i bu orqada raykaga har bir joylaridan o'ziga tegishli bo'lgan joylariga qotirilgan hisobiga u juda ham mustahkam bo'ladi. Qalinligi ham juda qalin bo'ladi. Ikkidan yuqori bo'ladi. Shuni hisobiga uncha-munchaga sinib ketmaydi. Endi qasddan nimadir bilan urilmasa, bu uncha-munchaga sinmaydi. Buni ham yo'llari bor ekan, almashtirishdi. Butunlaycha yechilmas ekan. U narsani uni mana shu o'rnatuvchi insonga mana
yoki qolib sotib olgan insonga kelsalar o'rgatib qo'yishlari va shu orqali u inson ertaga borib yana yangisini qo'yib berishlari mumkin. Va buni afzalligi uzoq yil bu tabiiy toshlardan bo'lganligini hisobiga ranglari ko'p yillar sizga xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Quymaligi. Lekin aka mana biz bir oyda minlagan kvadrat plitalarni sotamiz. Ya'ni bir oyda o'zida yuzlagan klientlarga fasadni plitamizni sotamiz. Aytib o'tmoqchimanki, ko'pchilik aytadi-yu sinib qolsa nima. Lekin mana bizga birontasi kelmadi. 13 yil mana fasadni plitamizni 13 yilga yaqin bo'lib qoldi, ochganimizga 11 yildan o'tdi. Hali bironta odam kelmadi. Fasadni plitamiz sinib qoldi, boshqa. Bir ikkitasi bo'ldi. 3-4 yil avval mashina urib yuborib boshqa qildi, almashtirib berdik. Shunda ham suv sepib bemalol yuvish imkoniyati bor. Hech qanday bunga ziyoni yo'q. Naborot bu bo'yatganimiz stechkaga yangi quyilgandan keyin suv sepilsa yana ham zo'r mustahkamlashadi. Xuddi o'shanda bu ham yana ham chiroyli bo'lib ochiladi. Suv tomonlama bemalol kartilmi boshqadami, to'y oldimi, gapingiz oldimi yoki uyingizda qandaydir yo'riq, ehsonmi, siz bemalol buni bitta kartillab yuvib turib, o'sha shotkada uyingiz yana yangida yaltirlab turishi mumkin bo'ladi. Agar bunga qanaqadir mana bu turlariga lak-paklar uradigan bo'lsangiz, endi bilmayman nima bo'lib ketadi. Shuning uchun demak, qoliplarimiz kvadrat metriga o'rtacha 200 necha dollar dedingiz? $130 $130 O'zbekiston sharoitidagi kauchuklar, $200 o'zi mana Rossiyani sifatidagi kauchuk. Demak, $130 dan $200 bo'ladi. Odamlar sifat nimasiga qarab, diziga qarab qilib beraveramiz. Endi biz tavsiya qilamiz, albatta sifatlisin. O'zimiz ham shuni ishlatamiz. Biz $130 deyotgan qolipimizni boshqa joylarda 150-160 sotiladi. Bizga kelsa 130 dan ham tushirib beramiz. Tushunarli. Demak, ko'pgina olishga qarab, obyomga qarab. Obyomga qarab turib. Mana bu mramirniyimizni aytib o'tdik. Endi bundan bo'lgan bitta uyga olib boraylikmi aka? Shuni bitta ko'rsatib qo'yamiz hurmatli obunachilarimizga. Mana biz xonadonimizga yetib keldik. Bu yerda yaqinda mana topshirilgan va bu yerda nomini nima dedingiz buni fasonda? Mramirniy fasadniy plita. Mramirniy fasadniy plitamiz berganmiz. Sokoliga basaka mokriy asfaltniy fasadniy plitamiz. Basaka mokriy asfaltni mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 2 etajli uy bo'lib, mana shunday chiroyli joylashgan va uy birdan oldingi fasoniga nisbatan shunday o'zgargan. Ko'radigan bo'lsangiz, uy уже xuddaligi bo'yakaladi uy bo'lib qolgan. Sirraz o'zgartiradi, chunki bu narsa anchaginaligi boya aytib o'tganimizni boylikka o'xshagan bir haligi chiroyni ato etadi va uyingiz xuddi boyakalarda uyida zo'r bo'ladi. Avvalambor hammamizga Xudo xolasa mana shunaqangi uylar qurishni nasib qilsin. Mana uni qaranglar. Qaraqangi chiroyli chiqqan jonivor bor-ku. Endi men mana tayyorini ko'rganimda o'zi to'g'risi bittada o'zi rasmni ko'rsatganingizda voy dedim. Mana o'zlaringiz ko'rib turib bitta guvohi bo'lasizlar Xudo xolasa. Bu hozir faqat tashqi fasad bo'lgan-a? Ha, bu tashqi fasad bo'lgan. Endi klientimiz, mijozimiz bu uyga qildirdi, yoqdi. 3-4 keyin uylariga ham mana oladigan bo'ldi. Keyingi navbatdagi uylariga ham Xudo xolasa xuddi shu fasonda. Siz o'zingiz shunaqa fasonda qildirgan bo'larmidingiz? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada izohingizni kutaman.